kökleydu nava, Pervişlerde gürleydu nava. ezelden bar yemish yemish, söyüngenni küyleydu nava. Assalamu alaikum, naq maydondagi tomoshabin do'stlar, assalomu alaykum, ekran oldidagi ko'ruvman do'stlar. Ko'rayotganlar Urumchi televiziya stansiyasi bilan Shinjang va Sliwot madaniyat tarqatish shirkati birlikda uyushtirgan Qizil qala vitaminli quvvat ichimligi alayda hamkorlashgan Yangi Nava programmasi. Men riyosatchi do'stlar Tahir Tursun. Men riyosatchi do'stlar Güzel Tursun. Xo'sh, undaq bo'lsa oldi bilan baholag'uvchi ustozlarimizni tanishtirib o'tamdik. Bo'ladi. Ataqliq naqshchi, kompozitor, san'at tadqiqotchisi Abdulaziz Rahim Erkal efendim qarshi olamiz. Ataqliq naqshchi Dilshod Raydin efendim qarshi olamiz. Magistr aspirant Emragul Abduqodir muallim qarshi olamiz. Undaq bo'lsa, endi taratqular vakillarini tanishtirib chiq. Endi programmamiz yo'l qo'yilgandan tortib, mushu vaqtcha biz haftalik chempionlarga, oylik chempionlarga, yillik chempionlarga o'zimizdan ko'ngil so'g'imizni bildirib kelyapmiz. Har qaysi qarqallarni bizni nihoyat yaxshi qo'llab-quvvatlab kelyapti. Unda bo'lsa bugungi sanimizda haftalik chempion bo'lgan mayirimiz qanday mukofotlarga erishdi anglab o'tgan bo'lsak. Haftalik yulduzimizni Go'har Diyar suv chekish shirkati ta'minlagan Oltin Diyar markalik suv tozalag'ich bilan mukofotlaymiz. Yıllık çempiyonumuzni diyarimiz hanım kızlarının güzelliği üçün özlüksüz izlenip gelen Gül Soğudu Çekiş şirketi bir maşini bilen mukafotlaydı. Maşina. Tavası ötküzülgen çoğun tipteki sanat keçilikleri bolsa, şu keçiliklerge bevasıta numara katlaştırış prosesiga erişeleydi. Bundan olsa bağlı ustazlarını, tarat kola vekillerini tanıştırıp öttük. Mukafotlarını anlap öttüğünde ondan olsa programımızı resmi başlayıp gitemdik. Programımızın birinci basqıçı bizning naqshimiz. Merhamet. Assalamu alaikum mahirimiz, xush kelibsiz. Nava sahnimizga qizg'in qarshi olamiz. Rahmat. Ismingizni tapiring endi.
İsmim Abdug'ni Yasin. Ha. O'zingiz nereden so'raymiz? O'zim Yakin naysıdan geldim. Jinsingiz? Bu yıl Marp institutining muzika kasbiy sinifiga qabul qilindim. Tomoshabinlarning qiziqligi nihoyat yaxshi bo'ldi. Nihoyat shoq, ammo jushqun naqshini birine kelibsiz. Yakandan dedingiz, a? To'g'ri. Unda o'zi qanday bir maqsad bilan bizga sahnamizga kelib qoldingiz? Men shu mosh programma yo'l qo'yilgandan tortib o'ylaydim, lekin u chog'da Qashqarda, Yakanda o'qiyotgan bo'lgandikin, bu Urumchi 1400 kilometr jiroqqa birishga ko'zim yetmagan ham. O'zingiz piyokanmi aytdingiz, Abduz akalar? Endi shuni qilishga endi. Iqtisod Tushundim. Qiynalgandim, buna sabab bilan kelib qoldim Urumchiga. Apangiz bak xo'sh bo'lganda qatnashganingizni anglab. Bir hafta burun aytgandim, shunda qo'shilib bo'libdi bilan biz borolmaymiz. Yaxshi natijalarni qo'lga keltiring deb boshqa bir tilaklarni tiladi. Undoq bo'lsa 1 minut vaqt beraylik sizga. Sizni hozirgacha ham ota ham ona bo'lib beqib cho'ng qilgan shu mehribon onangizga yurak so'zingizni davolamsiz ekran orqali. Shu meni kichikimdan tarbiyalab, ham ona ham dada bo'lib menga işte o'zimning taraqqiyot uchun menga ul seppagan shu onamga, japokesh onamga, men o'qitish yo'lida itizlarni qantar to'kayotgan akamga, men mashta sinat sohasiga boshlab kirgan shu Nurmuhammadcha akamga, endi meni sistemalik tarbiyalab chiqqan Qashqar pedagogika maktabidagi o'qituvchi ustozlarimga oliy rahmatimni bildim. Rahmat hammalarga. Rahmat. Hammalarniki Abdug'ini uchun singdirilgan ajringlarga ko'pdan-ko'p rahmat. Unda bo'lsa Bahalı ustazlarımızın Abdug'inin aytgan naqshi qanday baho berilgan anglab o'tgan bo'lsak. Ma naqshi tomochqum sayraydi. Bu naqshini bizning bir yigit aytgan shu navasanizda. Ajoyib yaxshi aytibdi bu bola. Siz ashuning o'zi ekansiz. Sahnadagi harakatlaringiz, ashu jushqunlik hammasi shunday yaxshi. Ovozingizmi nihoyat yaxshi chiqdi. Lekin buni müzik naqshini biraz igiz şu. Siz müzik nimani o'qitibsiz Marp institutida shundaymi? To'g'ri. Bundan keyin shu ovoz jihatdan sistemalik tarbiya olsangiz, ovozingiz texim yo'g'roq chiqadi. Sistemalik tarbiya olsangizda ovozga chang jana ichindek chiqish kerak. Shundaqmi? O'sha vaqtda bu naqshni texim yaxshi mushtaq naqshlarni texim yaxshi o'rlaysiz. Sizga utuq yor bo'lsin. Salam Abdug'ini Yasin. Aleykümselam. Bizning naqshimiz bosqichiga Tomochqum sayraydi nomli naqshini aytibsiz. Ovozingiz o'rni yuqoriroq, lekin ovoz tusisa tutuq. Lekin kuchi bor bir yaxshi ovoz ekan. Tanlagan naqshingizmi ovozingizga moslashibdi. Bo'libmi sahnadagi harakatlaringiz udarga mos, nihoyatmi jo'shqin bo'ldi. Endi 19 yoshga kiribsiz, g'ayratingizga barakallah. Bundan keyingi san'at hayotingiz texi uzun. Sizga texi zo'r utuqlarni tilayman. Omadli bo'ling. Rahmat. Rahmat muallim. Rahmat. Ba'liq ustozlarning bahosiga ko'p rahmat. Sizga rahmat. Rahmat. Japochaytangiz aramag'ashtiramiz. Aramag'ashtiring. Mana bizning birinchi o'tkirimizdagi birinchi numurlik mayrimizmi o'zining naqsini aytib bo'ldi. Unda bo'lsa, qizg'in alqish sadolarimiz bilan ikkinchi numurlik mayirni sahnamizga taklif qilamiz. Qani, marhamat. Anam kıymazda sırlık tuman kayının meyga şunun hasta Çıktım ümmesde anam kıymazda sırlık tuman kayının meyga hasta Güllerge buldum esir irdiyetim Goya cennet huzur yeda yayridicim Hatta anam bir sadini Tütünge sattı Meişetlik gün koynuğa
üzemni attı. Kırmap aldı vücudumu sırlı ihtimallar. Dılda kaldı şirin düşler, arzu armağanlar. Zulmet içine Goyalet bağışlap men Bu dişkiçine Ah uygansa yetip men Zulmet içine Goyalet bağışlap men Bu dişkiçler Sıcak içip geldi ene Mangaşum ecel Tügermikin gül yaşlığım Hem dibime Kan yığlar mı anam tümde Dadam hasrette Öter mikin bağrı pare Bir ömür dette Kenni vallahi didariga Can anam tini Kim kutkuzar şum ecelni Oynadın beni Henni vallahi didariga Can anam kini Kim kutkuzar şum ecelni Oynadın beni Assalamu alaikum mahirimiz. Hoş Programımız gelipsiz. hoş gelipsiz. Tarbiyaviy ahamiyatini aytib cho'nqur bo'lgan bir naqsh ilib kelibsiz. Undaq bo'lsa, o'zingiz bir tanishtirib o'tamsiz. Assalamu alaikum. Yangi nava programmada qatnashib o'tgan aziz qarindoshlar. Assalamu alaikum bog'liq ustozlar. Televizor ekran oldidagi aziz ko'rmanlar. Güzel Xulji diyori Topchan layiqning qadimiy yurtlardan bo'lgan kommunistik kelgan qarindoshlar Baxtiyor Akbardan sizlarga o'tib salom. Qarşılığımız Bəxtiyar, qarşılığımız programımız hoş gelipsiz. Nəhayət esil naqşdan birini hədiyyə qıldınız. Rahmat. Unda olsa qanday bir kasb bilan shug'ullanyapsiz? 2003-yildan tortib 2013-yilgacha mening asosiy ömrüm shu restoranlarda naqsh etish, musiqa chelishlar o'tdi. Men 2014-yili bir yil dadamga yordamlashib dehqonchilik qildim. Dehqonchilik qilyapsiz. Nima ish tashladingiz endi o kasbingizni? Yo'q, tashladim emas. Bir yil dehqonchilik undan keyin boshldim. Endi dadamni balam bekil restoranda yurib, men sen dehqonning bolasi bo'lgandiki, aslimanda emgaklarga o'g'il olgan pishib qo'ydi, bir yil Tarbiyalamoqchi dehqonchilikda. tarbiyalamoqchi. Dehqonchilik tarbiyalanib bo'lgandan keyin yana berib aytamsiz, yo bo'lmasa dehqon bo'laveramsiz. Yo'q, men o'zimning orzuyim shu kasbda, shu oldimda o'tirgan ustozlarimdek xalqimizning qalbidan bir o'rin elib, shu o'zim yaxshi ko'rgan kasbni bir utib chiqsam, shu kasb bir natija qazansam degan orzu bilan shu sahnaga keldim. Siz programımız kelishga maqsadingizmi shumi? Programmaga kelishga maqsadim. Kichigimdan tortib qo'ymaymiz, lekin mashina beramiz. Yo'q, men bu gaplardan anchibek mo'yim deb ketmadim. Kichigimdan tortib shu qalbimga singib ketgan o'sha naqsh musiqaga bo'lgan ishtiyoqimni, o'sha xalqimga o'tirgan ustozlarimga bir namoyon qilib boqay,
Zadi üzemning zal qanchalik o'rnim bor mushu kesda, mushu naqshida. Shuni bir bilib beqish asos jihatdan. Shu. Amsa birlikte bilib bakaylı. Sırlıq Duman degan naqshini icra qildingiz. Bu naqshining muzikasi so'zini Yasin Muqbil yozgan. Shuning ijodiyati. Naqshininki mazmun bilan muzikalik hissiyotini siz nihoyatda ijro qildingiz. Naqshininki hissiyotlik taraflarini, so'zlarni ro'shan elishlaringiz nihoyatda yaxshi. Naqshini haqiqatan yaxshi ijro qildingiz. Assalomu alaykum, Baxtiyor. Va alaykum assalom. Mening o Abduzkamning mushu ba'zi sizga bergan ba'zi qo'shilman. Mening ko'z qarashim shu, bu naqsha ras ashtaq bir ta'sirlik bir naqsha hozirgi kelguncha uzilmay aytilib kelyapti. Siz shundoq yaxshi, to'liq puroq shivs bilan yaxshi o'rildingiz bu naqshni. Rahmat. Sizga mo utuqlayman. Rahmat Dilshodga. Bahalık ustazlarının bahası onu köptün. Rahmet sizgin, rahmet Baxtiyor. Rahmat sizlarga. Qaramaqashtamsiz. İkinci numaralık mayırımız mı özünün naqsini yetip oldu. Onda olsa üçüncü numaralık mayır bizge qandaq numaralarını ilip geldikin. Kani birlikte görüp bakaylı. Yurtum güzel cennettir, bulbulları gül bağda, xandan urup sayrışıp, uyg'utudu her tanda. Anam digen canı can, yurtumana pasıban, koyni mana ani can. Ata-anam bu yurtta, etqan naqsha muqamni, meşrep bilen ügetken, edep, ahlak, ikramni. Bağlarında bulbulum, tağlarında doldulum, aziz yurtum ani can. Oğlanları bahadir, kızlar vapa ülgisi, ilim irfan babıda, cavlan kılar sıması. Aslının da ay kuyaş, halkı inak uyultaş, aziz yurtum ani can. Oğlanları bahadır, kızlar vapa ülgisi, ilim irfan babıda, cavlan kılar sıması. Yurtum güzel cennettir, bulbulları gül bağda, xandan urup sayrışıp, uyg'ittidu her tanda. Anam digen canı can, yurtum bana pasıban, koyni bana ani can. Ata-anam bu yurtta, etqan naqsha muqamni, meşrep bilen ügetken, edep, ahlak, ikramni. Bağlarında bulbulum, tağlarında doldulum, ana yurtum ani can. Oğlanları bahadir, kızlar vapa ülgisi, ilim irfan babıda, cavlan kılar sıması. Aslının da ay kuyaş, halkı inak uyultaş, aziz yurtum ani can. Cennet nime aldın da, senden kaçan yadında, senin söygün ot bulup, lavuldaydı bağrımda. Ana yurtum diyarım, hem feslin baharim, aziz yurtum ani can. Aziz yurtum ani can. Assalamu alaikum mahirimiz. Hoş Alaykum geldiniz. assalom. Yaxshisiz. Hareketlerini şunda canlılık ağınızdan qaraganda usul çok şımansız. Men usulchi o'zim. Hareketinizde deyis qolgandim. Sulchi. İsmingiz-chi? Ismim Shuhrat G'ayrat, o'zim Oqsudan keldim. Usulda, Umakda usul aptesi. Aksu emekli. Oqsu Umakda. Men yaqinda 4 yil Beijingda usul rejissyorlik kasbini bitirib, qaytib keldim. Shu hozirman. Mush nova programmasi orqali mush o'rgangan bilimlarimni biz xalqimiz bilan bir yuzlashay, o'zimning qanchalik o'rganganimni xalqim bir bog'lab boqsin degan maqsadda men nova sakiz keldim degan. Programımızga kelib, nəhayət yaxşı qıpsız, nəhayət bir payız naqsha kelibsiz. Bu naqshani anlab baxmab ekanman. Bu naqshini o'zim yozgan. O'zingizning ijodiyatimi? O'zim ijodiyat. Tekstimi o'zingizniki? Tekstim o'zimning. Hozir sizda ozroq bir deklamatsiyalar bor ekan.
men Nima uchun bunda ijodiyatni qilib qoldingiz endi? men deklamatsiya xarakterli naqshlar, biz hozir men chiq naqshlarni tanishayman, to'xtamay Uyg'ur naqshlarni. Lekin mashta xarakterli naqshlar sal ozjo bizda. Men shuning mashta xarakterli bir narsa qilib baqsam degan planda bu naqshni yozgan nihoyat uzun vaqt bo'lgan. Burun yozib qo'ygan shunday. Bir yildan ashti muzikasini, tekstini yozib qo'ygan. Davomli pishiqlab bugun endi mushunchalik holatda ham saniga chiqdingiz, anglab o'tdik shundami? Bu bir yangilikka hamimiz shunday yoqtirdik naqshingizni. Unda bo'lsa, baholuvchilarimizning bahosini olib baqsak. Bu bosqichga yurt söygüsü nomli o'z ijodiyatingiz shundaqmi? Shunday. O'z ijodiyatingizni olib kelibsiz. Ovozingiz to'g'ri ba, o'tira ovoz tusiga tava bir ovoz ekan. Bo'libmi naqshning pauzlarida tekstni deklamatsiya qilishdek mushkil, yangi bir xil bizning mana sahnamizda az uchraydigan shakli bilan naqsh o'rinladingiz. Eng maqtashga arziydigini bo'libmi sahna kiyimlaringiz bizning hozirgi zamoniylik bilan an'anavilik birlashgan yangi bir xil shakl bo'pti. O'zingiz baydab o'tdingiz, Beijingda necha yil bilim tahsil qilibsiz. Bundan keyin bo'lsa, sharoit bo'lsa, mush ovoz ilmida texmo mukammal sistemlik tarbiyalanishga ahamiyat bering. Omad tilayman. Yurt sevgisi. Bu naqshni bak yaxshi yozibsiz. Nimishki deganda, ma'noda tavallik iniqchi. Ma ijodiyatingizda tavallik iniq. Uyg'urga tava. Har qanday adam olsa, ma naqsh Uyg'ur ekan dedi. Nurg'un balla tavallik yo'q naqshni olib keldi menga. Zaten qaysi millat tava u, uqunmaydi. Sizning ma naqshingizga bayatni dediniz, men xeyli uzun vaqt tayyorgarlik qilib buni pishirib mushu saviyaga ekilib mushu sahnada o'rildim dedim. Yaxshi. Sen qiyofatingiz shunday yaxshi ko'p. Sal erkakni usul jo'g'andan keyin sho'qroq elan, qo'polroq elan. Da yumshoqroq qo'qas bo'lmaydi. Bo'ladi. Sizga o'tib tilayman. Sizga rahmat sho'xat. Sizga rahmat chekapsiz. Üçüncü numaralık mayırımızmı özünün nafsını etip oldu. Ondan olsa kızgın alkış sadalarımız bilen 4. numaralık mayırımızı sahneye teklif kılımız. Hani merhaba. Derdi yaman kende Canavmedim keçkenler var Söygenler mübar Muhabbetinin sehrası da dertlerini kizir Canamin hüssalığa geçkenler mübarek Muhabbetinin deryasına yüzüp yürüyenlerdi Sehrası da dertlerini çekin Canavmin vissalığa geçkenler mübarek
Hasretmin deryasıda dertlerin ikizi Cananın vüsalığa geçkenler mübarek Cananın vüsalığa geçkenler mübarek Hürmetlik ustazlar, barlık aziz tomoshabinlar, davaz makanı bo'lgan aziz zani Yangsardın Ömer Alibek o'g'liman. Hammanglarga o'tib salom. Endi bizniki programmamizga kelishga asosiy maqsadingiz nima bo'ldi? Endi anam o'tiribdi. Anam bu yil 75 yosh. Anam bilan ishkilab o'tirib, bog'lab ketdik ba'zi mayirlarni. Shunda yaxshi mayirlar naqsh o'qib, hamda hammalarninki shu Navo programmasininki yaxshi ilib birishga shunda qizlik bilan kuch chiqish paylarni yaxshi ilib biryotdi. Shu munosabatda men o'zimni birinchidan o'zimni sinab baqish niyatida keldim. Ikkinchidan men bir dehqon oilasi. Hamda anam bunda yaxshi bir muhitdan bir huzur olsin. Mush maqsad asosida keldim. Rahmat, vafodar farzand, ta'sirlandi o'qishlaringizdan. Kelganingizdan nihoyat xush bo'ldik. Endi Navo sahnamizga kelib naqsh etib berdingiz. Yangisadimi naqsh etib turamsiz ya? Ha, odatda. Odatda shu Yangisan oilik. Yangisan oilik. Faoliyatlarda. Yangisan oilasiga nisbatan xeyli tonilgan naqsh ekansizda. Tonilmadim, lekin tonish oldi turyapman. Navoga chiqqandan keyin tonilib ketdingiz. Tonilib ketdingizgandi. Anda siz o'tirib, opangiz bilan bog'laytdingiz ekan. Sizni bir bog'lab olsin, bugun bog'lovchilar. Bog'lovchilarning bahosini olib Baholik ustozlarimizning bahosini olib baqaylik. Yuqorida so'yganlar ba nomliq naqshini haqiqatan yaxshi ijro qildingiz. Ovozingizning doirasi keng, yuqori tuvan qismlarni aytib tekshgan. Uning ustiga naqsh aytish jarayonidagi eng muhim bo'lgan nafas elishni, nafasni kontrol qilib ishlatishni bilgansiz. Bu naqshchilar uchun intayin muhim bir omil. Naqshni haqiqatan yaxshi aytdingiz. Rahmat. Ovozingiz boy Abduskam deb o'tdi, doirasi xilili keng, tipik erlar yuqori ovoz doirasiga tava, yaxshi bir ovoz ekan. Bo'libmi sizning musiqa sezimingiz alayda yaxshi ekan. Naqshidagi shu qattiq yumshoqlik, muzikalik belgilarni ifoda qilishingiz alayda yaxshi bo'ldi. Mushta qishning qahraton so'g'oqlarida Muşu Navo sahnimizga ishtiyoq bog'lab, yaşlab qolgan onangizni elib kelibsiz. Haqiqatan g'ayratingizga, mehnatingizga barakalloh. Sizga muomad tilayman. Rahmat muallim. Men naqshni shunchalik yaxshi aytdingiz. Ovozingiz madaka nima degan yo'ruq. Baytna amrag'mal bilan mushtoqlik ovozingiz to'g'ri birdan siz aytdingiz. Siz naqsh aytish jarayonida ovozingiz yo'ruq, chiroyli yuqori tuvan hamma shunaqa yaxshi chiqadi ekan. Shu yo'lda maqsangiz yaxshi naqshchi bo'la olasiz. Rahmat Dilshodga. Ay chiroyli naqshni birini huzurimizga sundingiz. Rahmat sizga. Rahmat. Xo'sh, bizning 4 numurlik mahirimizmi o'zining naqshini aytib bo'ldi. Undaq bo'lsa, eng oxirgi mahirimizni qizg'in alqış sadalarimiz bilan sahnamizga taklif qilamiz. Qani, marhamat. Fakat koymay öttüm küzünge Yürek bağrım su buluydu sözünge Fakat koymay öttüm küzünge Yürek bağrım su buluydu sözünge Bu alemden tapalmayman özümni Eğer yaksam yüzümni yüzünge Bu
Tapalmayman özümni Agar yoqsam yüzlerimni yüzünge Nikahimdur meni sana qaratgan Sen emasmi yuragimni yaratgan Sen emasmi yuragimni yaratgan Vücudumga hararetler taratgan Kurban bulay kaşın bilen gözünge Vücudumga hararetler taratgan Kurban bulay kaşın bilen gözünge Visalınga yetip candım geçeyim Alemge senin bilen gideyim Visalınga yetip candım geçeyim Alemge senin bilen gideyim Yürgümni işki kollap sunayım Tumaklı esip algın buyinge Yüreğimni işki kollap sunayım Tumaklı esip algın buyinge Tumaklı esip algın buyinge Assalomu alaykum mahirimiz, qarshi Assalomu alaykum aka, xush kelibsiz. Aldık kelayli. O'zingizni nereden so'raymiz keyin? Ben Pichon Lükçün Sirkip kentidan kelgan Islom Qodirdan hammalarga o'tib salam. Xush kelibsiz. Odatda- Lükçünün kelmeniz. Lükçündan. Odatda nima ish bilan shug'ullasiz? Ben shu bizniki yezida boshlang'ich maktabda muzika o'qituvchisi. Sizni qandaq bir kuch mushu navo sahnamizga kelishga turtki bo'ldi? Biz men avval qatim bir 46 son navoda bir qatim chiqqan. Ash qatim chiqqan vaqtimda bu Dilshodkam Urumchibek so'g'oqmikan naqshini eshitib ketyapti deb. Mashinasi tayyor, hozirlik ketdi deganda shuni olib ketib qolgan. Sen armonlarim qolganda shu armonlarimni bir amalga oshirib olaydi. Oxirgi amalga oshirib debmi? Ha, bu qarshilamiz. Nechinchi sonda qaytqandingiz? 46 sonda. Ikkinchi bosqichda sal akordeonni eshitib urvatdik. Ha, shuni shu gap bilan ketib qoldik-da. Akordeonni eshitib ko'rdingmi? Eshitib urvatdik. Hamda ikkinchi bosqichga muvaffaqiyatli o'tib qolsangiz yana eshitib ko'rdimsiz? Astag'firullah hamda. Chuqur diqqat qilmayjimi? Bo'lmasa Dilshodkamda qochib qutulolmaydi. Madem ya madem mava.
Başlangıç maktabda müzik o'qituvchisi dedingiz. Hamda necha yillik bolalar bor maktabda? Hamda başlangıçta 6 yillik bo'ldi hamda. Hammasiga musiqa dars beramsiz? 1dan 9gacha bor. 1-sinfdan 9-sinfgacha hammasi. Başlangıç maktabı To'liq g'alib sinf ketayotdimi başlangıçqa? Birlashtiryapti. 9-yillikchi bormi? Bor. Biroqli umumlashtirib başlangıç deb atamsizlar uni. Başlangıç maktabni deb atadi. 1-yillikdan 9-yillikgacha musiqa dars berasiz. Shunday. Kunda hamda necha soat darsingiz bor taxminan? O'tir hisob bilan 4 soatdan keladi. 4 soatdan kelamda. Siz yolg'izlar. Yolg'iz. Hamsi sal japoish qilgan zerikib qolgan vaqtlaringiz bormi? Hamda jaboliq haqiqatan. Mushqitimda navoq kelishda, shu bolalarimningki imtihonlarini bir o'rinlashtirib, ap bo'lib, azroq charchab qolibdim. Shuning bilan bu shu ustozlarimizdan bir ta'limini anglay deb o'shaga uchib kelishim. Alloh bo'lsa, baholi bu ustozlarimizdan bahasini anglab baqaylik. Bek anglag'ingiz bor aka. Bir anglab baqaylik. Assalomu alaykum ustoz Qodir. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz yana qayta kelibsiz Navo sahnimizga. Mana qaytlab keladigan maylarimizdan bir nechasi bo'lgan. Qayt kelmak oson emas. Qayt kelmak o'ng'ay emas. Endi biz ba'zilarini tomoshabinlar nomer qo'yib akiladiganlari bor. Shundaqmi? Siz yana o'zingiz qayta kelibsiz. Oldin qaytib rost akordinni ishtirib qo'ygansiz, shu. Ishtirib qo'ygan akordin. Voy yigit ishqi degan naqshni yaxshi o'rildingiz-da. Bu naqsha xeyli keng taqalgan naqsha, chiq naqshlar buni o'rilgan. Shundaq yaxshi aytgan naqsha. Men Abdulloh Turim shuni aytgandi. Shundaq bo'ladimi? Undan boshqa Vali Davud deydi, o'g'il yosh naqshlar nurg'ullar aytgandi. Xilma-xil uslubda. Dutadan birla xalq naqsh uslubida Tashmamatlar tursunlar mushtaq aytgandi. Shunday yaxshi. Men bu naqshni bek yaxshi ko'rmayman. Siz buni yaxshi, puraqliq, hissiyatliq, yarqin o'rladingiz. 3-kubultimning qaytlangan yeri cho'qim oldiga o'xshamaslik kerak-ku. Naqshlar ashtaq bir taraf qilsa yaxshi bo'ladi. Bo'lmasa uni qaytlashni hech qanday ahmiyat bo'lmaydi. Qaytlandika bir misra yeri, uni cho'qim oldiga bir misra o'xshatmay, texim puraqliq, azroq o'zgartirish ko'rsatib, avji qilib qolsa, bu texim farqli bo'ladi, yaxshi bo'ladi. Rahmat. Bu yerga diqqat qiling, qolgan yerlar asosiyatdan shunday yaxshi bo'ldi. Sizning ovozingizmi? Sadaba, jarangliq yaxshi bir ovoz ekan. Naqshni mana yaxshi o'rinlab berdingiz bo'libmi? Shu naqsh tekstidagi so'zlarning ilinishi noyatmi ochiq, dona ravon bo'ldi. Xuddi naqsh tekstida aytilgandek, naqshni mardona, hissiyatli yaxshi o'rinladingiz. Bay o'zingiz yuqori deb o'tdingiz bir musiqa o'qituvchisiman deb. Musiqa o'qituvchisi yolg'iz naqshni yaxshi aytib qolmaymi, shu universal tarafdan tarbiyalanish ko'proq ahamiyat berish kerak. Sizga omad tilayman. Dilshatning o'tgan degan gapimi sizga bir tajriba bo'libdi. Savoq qilibsiz. Shuning naqshining tanlov bo'yicha naqshini tamkin holatda ijro qildingiz. Andin yana bir aloyiligingiz so'zlarni boya Hamragul dedi, so'zlarni chiroyli talaffuz qilish, ovozga moslashtirish. Buni biz san'atlik naqsh aytish deb qaraymiz-ku. Nurg'un odamlar so'zni ovozga moslashtirdi, lekin qanday qilishni bilmaydi ba'zilar. Ba'zilar so'zni ovozga moslashtirish jarayonida so'zlarni chiroyli talaffuz qilganlar bor. Bu sizda o'sha aloylik ifodalarida bu o'rganish tegishli bir tartib. Yaxshi bo'ldi, naqshni yaxshi ijro qildingiz. Rahmat sizga. Baholiq ustozlarning bahosiga ko'p rahmat unda bo'lsa, bizning naqshimiz bosqichidagi o'z naqshlarini aytib o'tgan qolgan 4 mayirimizni qizg'in alqishlar bilan sahnaga taklif qilamiz. Marhamat. Bizning naqshimiz bosqichimiz nihoyat muvaffaqiyatli oxirlashish oldi turdi. Unda bo'lsa, o'tgan tomoshabinlar paras qilib qolgan bo'lsanglar, bugungi 5 mayirimizning ichida zodi qaysi mayirimiz haftalik yulduz bo'ldi? To'g'ri paras qilgan tomoshabinimizga mukofot o'yinimiz bor. To'g'ri paras qilgan tomoshabinimizni Xinjiang yo'lliq xalqaro so'chak shirkati ta'minlagan yo'lliq markasidagi yarışmalik kostyum bilan mukofotlaymiz. Menimcha 2-nomerlik mayir 1-bo'larmi? 3-nomerlik mayir 1 bo'ladi. Menimcha 4-nomerlik mayir haftalik chempion bo'lamdiki deb o'ylayman. 5-nomerlik mayirni haftalik chempion bo'ldi deb tanlayman. Menimcha 1-nomerlik mayir haftalik cho'lpon bo'larmikin deb o'ylayman.
Көрüvatqanlar Ürümçi televiziyası Tasrivot Madaniyat tarqatishchilikda birlikda uyushtirgan Qizilqali vitaminli quvvat ichimligi alayda hamkorlashgan yangi navo programmasi. Bizning naqshimiz bosqichidagi 5 mahirimiz o'zining naqshini aytib o'tdi. Mahirlar qaysi mahirlar ikkinchi bosqich o'talaydi? Tomoshabinlarning bilet tashlash natijasi hozir natija kelib chiqadi. Kanalni yo'tkamay turgan qisqa e'londagi natijasini birlikda ko'ramiz. Unda bo'lsa qo'linglarga bilet tashlashni ilib, o'zinglar eng yaxshi ko'rgan mahirning rad numerini yuqori ovoz to'lab, o'zinglar qaysi mahirni yaxshi ko'rgan bo'lsanglar, shu mahirlar bilet tashlashinglar bo'ldi. Unda bo'lsa bilet tashlash boshlandi. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Mana natijamiz chiqib bo'ldi. Mahirlar orqanglarga o'rilib natijanglarni ko'rib baxsanglar bo'ldi. Natijanglarni ko'rib baxsanglar bo'ldi. Keyingi bosqichimiz muvaffaqiyatga o'tgan mahirlarni qizg'in tabriklaymiz. Menga qizg'in tabriklaymiz. Muborak bo'lsin. Sizlar past tushib aramaga chiqsanglar bo'ldi. Ikkinchi bosqichimizga tayyorlik qilsanglar bo'ldi. Naqshingizni shunchalik yoqtirgan to'q, afsus. Musobaqa bo'lgandan keyin shunday bo'ldi, shundaqku. Uningga idingiz tayyorlik bor deyman shunami? Ha, biz qatnashgandan keyin har jihatdan tayyorlik qilib kelamiz. Shallanishmi bo'ladi, tanlanishmi bo'ladi. Mayli chiqish yo'q, bundan keyin yana qatnashsam bo'ladi, qaytib kelsam bo'ladi. Endi tayyorlik o'qitib emasmi? Tek sizga fursatlar degan ko'p. Davomli kelsangiz yana qarshi olamiz. Bizning bog'liq ustozlarimiz sizga nihoyatda yaxshi taklif fikrlarni berdi. Endi shu taklif fikrlarni Turkistondan kechsiz, siz Shinjang Ma'rif institutida o'qishga keldingiz. Hozir tayyorlikda o'qiyapsiz. Tayyorlikda o'qigandan keyin 3 yil yana bilim olish fursatingiz bor, shundaymi? To'g'ri. 3 yil bilim olish fursatida menimcha siz shu yerga o'qituvchilarninki tarbiya berish natijasida bundan zo'r ilgarilashlar qo'lga keldi deb o'ylayman. Endi shu kasb chiqqandan keyin sharoitingiz yana yer bergan asosda bizning navo programmamizga kelib qatnashishingizni yana chin dilimizdan qarshi olamiz. Rahmat. Rahmat. Sizlarga utuq bo'lsin, o'rganishingiz utuq tilaymiz. Rahmat. Abdug'aniyni qizg'in alqishlar bilan uzib qo'ygan bo'lsa. Bizning naqshimiz bosqichimiz nihoyat muvaffaqiyatli oxirlashdi. Birinchi numurli mahirimiz Abdug'ani afsus ikkinchi bosqichimizga o'tolmay qoldi. Hech qish yo'q. Yana qizg'in qarshi olamiz. Unda bo'lsa, tomoshabin do'stlar, ikkinchi bosqichimizga o'tib ketgan bo'lsak, bizning ikkinchi bosqichimiz Qayerdaysizlar? Balamda perdayim attı ana Bağrığa şimdisi suyudu seni Balamda perdayim attı ana Bağrığa Ananın mikrige atan terge Bağrımdan bir gülüş berginim ki Ananın mikrige atan terge Bağrımdan bir gülüş berginim ki Sival ulani didar ganime Kötküllük mikmandır dünyaya Kötküllük mikmandır dünyaya Sargıyıp sarlanıp üstüme üzü Hayatta barını balam dep bege
zarlanıp üstüme özü hayatta barını balam depbege Yoklap koy ananı taşlama hergiz Yok desem yokaydı tapkınım seni Yoklap koy ananı taşlama hergiz Yok desem yokaydı tapkının seni şiretke çaçsen tapkan dünyanı ananga heclesen ağrımdı işçi şiretke çaçsen tapkan dünyanı ananga heclesen ağrımdı işçi ananga heclesen ağrımdı işçi ağrımdı işçi Rahbar, aldı bilan qayrimlishingiz bir tanishtirib ketdim. Bu inimning ismi Qudrat Islom. Dadasini toz yaxshi tanimaydi ekansiz. Men chunki 2 kun bo'ldi bu inim bilan tanishqili. Ha. Anchibek uzoq tanishadim emas. Qanday tanishib qoldingiz endi? Bu inim Ko'kyo tanishib qoldinglarmi? Yo'q. Men shu Urumchiga kelgandan keyin, shu Urumchiga urug' tuqqanlarim, tanishib bo'lish akalarim Ama shunday Urumchi kelganimni bilgandan keyin, ama shunday sana bir ta'mirchi kerak ekan, hamsi deb. Siz menga ta'mirchi kerak demay, tuqqanligingiz sizga ta'mirchi kerak edi deb. Yo'q, men boshlab aytgan. Ta'mirchidan birini tepiranglar deb. Shu bilan bu inimni ama 2 kun bo'ldi deb tanishdik o'g'li. Biz Anjibek chiq tayyorliqlarsizlar. Hamda vaqt yer bermay shu tuyuqsizlik chiqib qoldik. Bu naqshni bütün hissiyatınızı çıkarıp şunçilik yaxshi aytibadingiz. Hem bu qayrindishimizmi sizga moslashib shunday yaxshi aytibadi muzikasini. Qudrat. Hem de ignordi. Mikrofonni olsangiz, qaysi maktabda o'qiysiz? O'zim hozir Shinjon kasbiy universitetining musiqa fakultetida o'qiyman. Musiqa fakultetida. Undaq bo'lsa, shu mayrimizga, qayrindishingizga qanday yurak so'zlaringiz bor ekan anglab baqandiq. Baxtiyor akamningki bundan keyin san'at ishlariningki parlaq bo'lishini hamda turmushdan yaxshi, baxtli bo'lishini chin ko'ngildan umid qilaman. Qani hamsi bog'liq ustozlar qanday baho berildi bahosini olib o'taylar. Bu qarindoshlar bosqichiga bu Qudrat inimiz sen bilan hamkorlashib ota-ona degan ma'nosini nihoyat yaxshi o'rladan ishqila xuddi uzun yil birga chag'an duta ta'mirchidek shundoq yaxshi. Sen bu dutdan shunday yaxshi olib ekansan. Ma inimiz bu yerga fatvat yeb turdi. Shu nurg'un mayirlarga ta'mirchi turdi. Qarindoshlar bosqichimizning ta'mirchisi. Qarindoshlar bosqichimizning maxsus ta'mirchisi bu. Bek yaxshi oldi ta'mirchi, jonliq nihoyat yaxshi. Ma ota-ona degan bu narsani nihoyat yaxshi. Hissiyatli, undan to'liq mukammal o'rildinglar. Ishqilani mayli chelish olsun, yemaylikini naqsh etsin bo'lsin. Rahmat. Bu naqshni nihoyat to'liq g'albilik tamomladinglar. Sizlarning mushu o'tkildan o'tishini umid qilaman. 2-nomerlik mayır hakikaten naqshi tanlashni bildikansiz. Naqshingizningki yuqorqi ota-ona nomli naqsh tarbiya ahamiyati ba pokiz mazmunliq naqshini haqiqatan yaxshi ijro qildingiz. Rahmat. Bog'liq ustozlar ko'pdan ko'p rahmat. Sizlarga rahmat, arama g'ashtasanlar. Arama g'ashtasanlar bo'ldi.
Qarindoshlar, bosqichidagi 2-nomerlik mayrimizmi o'ziniki qarindosh bilan nomerini ko'rsatib o'tdi. Unda bo'lsa qizg'in alqishlar bilan 3-nomerlik mayrimizni qarindosh bilan sahnaga taklif qilamiz. Sahnadan o't chiqarib etdinglar amma. Yangicha uslubdagi bir xil usulga bu. Shunda yo'jalni bayronlik ilkida ko'rib o'ltirdik amma. Bu xalqarалық o'lchamlik usul xarakterdagi ispancha turni olgan usul. Shunda chiroyli o'ynab Shunda berdinglar. yaxshi o'ynab berdi bu qizimizmi? Unda bo'lsa, yinimdagi bu chiroyli qizni bir tanishtirib o'tansiz. Bu qizchaqning ismi Arzugul Samat. Mening o'rta texnikumdan tortib oliy maktabgacha, hatto Beyjingda shu bilim oshiriqcha bilib borgan. Savoqdishim hisob. Xayrkom keldi so'lamdi. Hamda men gitarga chag'alanjiq ko'rgan, lekin palakib chag'an ko'rmagandim. Ma qo'lam musobaqatdan 2 kun burun izroq zaxmi qoldi shu. Zaxmilanganmi? Zaxmilangan qoldi. Men hatay musta yo'q, kuyib ham aynak kesilib ketgan cho'q qo'lam. Shunga tikkan bir yaba. Yechmasam sal yaxshi olmaydi. Tushundik. Satutdi. Arzugul Samat, mening savoqdishim. Savoqdishingiz uzun yillar savoqdishim. Unda Arzugul nindaydi bir anlab baqaylik. Yürek sizden anlab baqsak. Şöhret bilen naiti uzun yıllar yakın savaştaş bak bitipdik. Mayl otur texnikum bolsun, mayl örümçil bolsun, mayl Beycan'da bolsun. Savaştaş bak öttük. Hem nurgun usullarını bilen karışıp işildik. Savaştaşlık mikir degen bek çoğunkur bulduk ya. Savaştaşımdan bununki işlerinden texmo oğuşluk buluşunu tilayım. Yani azgın yapalım kayında. Hamkorliklarning mangulik bo'lishini umid qilamiz. Rahmat. Bog'liq ustozlar biri. Baholovchi ustozlarimizning qimmatli taklif fikrlarini anglab baqsak. Ma usulning melodiyasi pek chiroyli ekan. Gitar ispancha chilingan ajoyib yaxshi. Siz mana shu gitarni xabaringiz bor o'shada? Bu muzikani men o'zim o'zgartirib ozroq o'zim chalgan. O'zing chalganmishni? Ha, o'zim ishladim. Açılgan muzikani qayta chalgan. Oğalvalla. Şu qarasam barmoq o'rinlarimiz shu lentini qo'yilgan bilan o'xshash chiqyapti-ku ba'zilarni. Shuni qarab o'zi chaldimkin dedim. Sizning manda artistligingiz bor. Naqsha, muzika, usul. Voy, zamin bildikana bu bola. Bu bayatim birinchi bosqichda naqsha aytgan tazma ikkinchi bosqichda usulingiz bilan aytib mardonda adilgan. Hareketleriniz şundak yoğan. Bayağı tas kaldım çünkü kastımın kontrolünü geçirağılı. Lakin umumizlik etkançağda ben numaranla şundak yakşıma kızımın usulunu ait yakşı oynadık. İspanca usul bolsu mu? Gerçi işkinlarının hem kardeşinler şundak yakşı oldu. Merdane şundak yakşı ben huzurlandım buna. Sizge mi uftuk dileyim. Rahmet teşekkür. Bahalık ustazlarına bağırsan köp rahmet, işkanlarım, rahmet, çıraylık usullarına huzurumuz sundalar, arama kaçtırsanlar. Rahmet. Bu mahirimizmi o'zining numarini ko'rsatib bo'ldi. Unda bo'lsa, keyingi numerlik mahirimizni qizg'in alqış sadolarimiz bilan sahnaga taklif qilamiz. Qani, Mehribanım, hem güzalim can dadam, bağrı
Hacı Sultanı dadam Asla yaklayırsınız mı bizlerge köp böleçken Baş bulup yürügenler bizlerge köp böleçken Ballarında yürügenlerim bizlerge köp döleşken Köydü köp izildi jürek Can dadam bağrım dadam Dostlarınız katarda siz mi bulsanız olmaz mıydı? Dostlarınız katarda siz mi bulsanız olmaz mıydı? Otursanız olmaz mıydı? Köp katarı, köp ömür sürseniz olmaz mıydı? Otları kalbimde kalgan mengü armanım dadam Mengü armanım dadam Sizni tanıymiz. Bizniki Qancha inson nava programmamizniki oylik chempioni. Shundaqmi? Gerçi bu dostumuz bayatdan kelib o'zining billa hamkorlashadigan do'stini qo'yib qo'yib ketdi shundami? Ma'lum sabablar tufaylidan. Shunda bo'lsa-mu, siz nihoyatda yaxshi moslashib, yaxshi chapardingizlarni. Rahmat. Unda bo'lsa, siz bu qarindishingizni bir tanishtirib o'tasiz. Endi bu do'stimning ismi Abdurahmonjon. Tahirjon tanishdi. Rasamda men qarindishim bilan birga kelmaychidim, lekin amal bo'lmay qoldi. Abdurahmonjon o'zi yaxshi bola ekan, shunga men yordamlashib, mening nomerimningki o'ngishli qo'lishiga o'zining qo'ldan kelish yordam qildi. Rahmat aytaman. Birdamda moslashib, chilishim uncha oson emas, shundaqmi? Abdurahmon, siz kelgan chaqda, nava programmasiga kelgan chaqda Umaraliga bir qarindoshlar bosqichiga chiqish berma deb kim bilgan deyman. Kelgan chaqda bir akimizga gitar chalishib kelgan. Gitardan azroq nasl chiqib keldi. Qushmay duta chilyapsiz. Bu akimizdan ko'rishib qoldim. Bu akimizning hamkorlashishda keplanmabdi ekan. Shuning bilan endi yolg'iz chiqcha deb o'zim bilganini chaldim. Sahnaga chiqishdan oldida biroz qidim kelib oldinglarmi? Chiqib chep ketdinglarmi? Keldik bir qatim. Bir qatim kelib oldinglar shundami? Ha. Iskilinglarga ko'pdan ko'p rahmat. Unda o'z bog'lovchilarning bir bahosini anglab o'taylik.
Bugünkü mahirlerimizin tanlagan naqşlari mı asasen şu ata-ana tariflengen nadir naqşlar ki. Şunun oxşaşla Ömer Ali Bekirmi dadam namlıq nayet muğluq bir naqş ip kepti. Naqşını mı naq meydanda tembir çelip çin hissiyat bilen yaxşı orulap ediniz. Meningçe siz bugünkü mahirlar içinki en talayliksiz. Çünkü naq meydanda özünün japakash anasını tövende oturğuzup sahnede naqş itish bu hemmeli mahirga nisip oluvermeydi. Şunda. Siz en zor xoşallıkka eriştiniz meningçe. Sizge mo texmo ananızga uzun ömür, sizge texmo zor xoşallıklarını tilayman. Rahmet malım. Rahmet. Qanaqa qilmadim. Bo'ldi, baholı ustozlarga ko'pdan-ko'p rahmat. Sizlarga oramaga tusanlar. Qayrindaşlar basqıçımızdaki 4. numurluk mahirmi özünün numurunu orulap oldu. Ondak bolsa kızgın alkış sadalarımız bilen en ahırkı numurluk mahirimizi sahnemizi teklif kılımız. Kani, merhamet. Şunca güzel cihanның bağı seynası Kız yigitler şu bağının gülü leylası Şunca güzel cihanның bağı seynası Kız yigitler şu bağının gülü leylası Gül bulmasa bulguğa bağzı misran Gülle bulguna var şeydası Şirin can dostlar, çin söygüde güzellik barpası Alem güzel, hayat şirin can dostlar Çin söygüde güzellik barpası Kızlar ulmak, kızlar zıba babalı Kızlar vapa gülşenin yaktası Yigitler çok yigitler Yigitler merdi merdane Yigitler sevgi asminin enkası Çoban bilen zöhrası Mehri şefkat küçüğü da yaşlaydı Kız yiğitin bəxti murad dünyası Alem güzel, hayat şirin can dostlar Sadakaten muhabbet asası Alem güzel, hayat şirin can dostlar Bizge mensup bu güzel dünyası Alem güzel, hayat şirin can dostlar Bizge mensup bu güzel dünyası Baya ikinci basqıçqa o'talisam ayolim bilan naqsh aytmaydigan shunday go. Ayolim bo'ladi. İsmi? Ranagül. Ranagül. Qarşalımız Ranagül'de. Siz müzik okutquchisizmi? Yo'q, men Yeslida ishlayman. Ha, Yeslida ishlaysiz. Naqshni bek chiroyli ekansiz. Rahmat. Aylanlarga. Gapingiz bo'layotgan güzel naqshni shunday yaxshi aytgan siz ada. Navaga kepek qish xiyolingiz bormi yo'qmi?
Mening navaga kelib qishda mening naqshinimizda ancha bek yaxshi nimam yo'q. Menga mush yo'ldishim. Yaxshi nimangiz bor aka? Yo'ldishingizdan o'rgansangiz bo'ldi. Yo'ldishimizda birlik chiqayli. Mening mu bek arzuyim batdi ham yo'ldishim bilan bir naqsh etdi. Qizimning mu batdi, biroq qizim og'irib qolib kelamay qoldi. Menga bek japada o'rgatgan bu naqshini. No'q shurupma. Yo'q. Turpa o'maki berib shunda testda nima qilgan endi mening navaga kelish yo'ldishim bilan kelib oldim. Bu menga nisbatan Sal kelib oldingiz. To'g'ri. Endi yo'ldishimningki mana shu mening ko'nglimda bugun zodi g'alaba qozonsin. Bu yanala haftalik chulpan, oylik chulpan, yillik chulpan. Rahmat dada. Aylanglarning mengi baxtli bo'lishini umid qilamiz. Rahmat. Undaq bo'lsa, baholovchilarimizning taklif fikrlarini anglab baqsak. O'zininki amrasi bilan, yani ayoli bilan qiz vafodor yigit Mert namlıq naqshini haqiqatan yaxshi ijro qildinglar. Endi bir taklif fikrini bermanda. Endi siz bir muzika o'qituvchisi. Unda qolganki, ma'ni ijodiy turda bir jonlantirayotgan bo'lsangiz bo'ladi. Akkord qismini qila oladingizda buni. Shuni qilgan bo'lsangiz naqshanglar texmi ajoyib bo'ladi. Shundaqdimi yana intayin yaxshi ijro qildinglar. Rahmat abuzga. Bahalı ustazlarning bahasiga ko'pdan ko'p rahmat. Sizga rahmat Ra'nagulada. Rahmat. Islomji kamillarning yaxshi naqshini birga o'rlab berdiңiz. Rahmat do'stlar. Rahmat. Mana 5-numurluq mahirimizmi o'zining numerini ko'rsatib bo'ldi. Undaq bo'lsa, qolgan 3 nafar mahirimizni sahnamizga taklif qilamiz. Marhamat. Rahmat. Ko'rayotganlar Urumchi televiziya stansiyasi bilan Xinjiang Vaslivot madaniyat taraqqiy sirkti birlikda uyushtirgan Qizil qala vitaminli quvvat ichimlikka alayda hamkorlashgan yangi nava programmasi. Mana bizning qarindoshlar bosqichidagi mahirlarimizni o'zining qarindoshlari bilan nomerlarini ko'rsatib o'tdi. Unda bo'lsa, tomoshabin do'stlar, qo'lingizga bilet tashlashni elib, o'zingizlar eng yaxshi ko'rgan mahirning rad nomerini yuqori ovoz to'lab, yaxshi ko'rgan mahirlarga bilet tashlasangiz bo'ladi. Unda bo'lsa bilet tashlash boshlandi. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Mahirlarimizdan natijasi chiqib qoldi. Undaq bo'lsa, arqonlarga o'rilib, natijalarni ko'rib baxsanglar bo'ldi. Haftada bir yulduz bosqichimizga qadam qo'ygan mahirlarni qizg'in tabriklaymiz. Tabriklaymiz. Muborak bo'lsin. Tuvangi tushib, keyingi bosqichimizga taklif qilsanglar bo'ldi. Baxtiyor, to'limi ta'sirli, hammamizga ta'sir qilgan naqshlarni aytib berganingiz afsus, lekin oxirgi bosqichimiz o'tmay qoldingiz. Hech qisi yo'q. Men bu Nava 8ga kelishga maqsadimmi? Natija emas hamda. O'zimning yaxshi ko'rgan shu naqshlarimni bo'pmi shu onamning orzusi bo'yicha shu qarindoshlarimga aytib olganimdan men to'liq xushal. Shu men uchun eng zo'r baxt. Ko'pincha rahmat bayamda dadamga yordamlashib dehqonchilik qilyaptim dedingiz. 10 yilga yaqin restoran, klublarda naqsh etib kelyapsiz. Bundan keyin ham Navo sahnamizga qatnashib qaytgandan keyin davomli mushtabir xalqimizga bir xushallik sundigan mush naqshlarimizni davomli yangiritib turishingizni umid qilamiz. Bo'ldi, rahmat. Yaxshi aytilgansiz bundan keyin. Ha, aytaman, menga aytaman. Rahmat. Unda bo'lsa qo'lga qaytgandan keyin chapchalga, Kanyesi qaytgandan keyin texnik yaxshi tayyorliklar bilan xohlasangiz, keyin yana bizning programmamizga qadam tashrif qilsangiz, qarshilamiz. Rahmat, bo'ldi. Qizg'in alqishlar bilan baxtlarni o'tib qo'ygan bo'lsak, siz yaxshi ko'rgan mahir Navo sahnasidan xo'shlashgan bo'lsa, hech qisi yo'q. O'zingiz yaxshi ko'rgan mahirning rad nomerining oldiga 33 ni qo'shib, 106 266 19 ga qisqa uchur yo'llash orqali o'zingiz yaxshi ko'rgan mahirni Navo sahnamizga yana qaytarib kela olasiz. Qarindoshlar bosqichimiz munoyat muvaffaqiyatli holda oxirlashdi. Undaq bo'lsa, bizning keyingi o'tkilimiz haftada bir yulduz. Rahmat. Ang seher gülşine hidayet sayra aşiret
canim bulbulum Anseyir gülşik hidayet Hayra şerif canim bulbulum Sen yüreğin hamsiye Derdim gider mani bulbular Sen yüreğin hamsiye Derdim gider mani bulbular Tasabasiye nete Kimen ılgat kay evim dışı Kimen ılgat kay evim dışı Ağdıtın maysa yürüşüre Şuy kadir danim bulbular Ağdıtın maysa yürüşüre Şuy kadir danim bulbular Derdim gider manim bulbular Haftada bir yıldız basıcıdaki 3 mayırımızmı özünki naqsını etip ötdi, onda olsa bahalıqçı ustazlarının bazını bir anlap etken bolsak. 3 numaralı mayırımız. Çıkmaya çıkıp sen bana, bir gitar düşüp bunu muşta çalmak hemen tez. Sen bana ayrım çalalaydıganda kılsa. Ha, bunu 10 yıl desem az aç. Ben Şirelikam çağanını alğandan başlap ben sıkıltıgan. Mana. Bunun xeyli ecir kılsa. Naqsını aşına oxşaş için gerek. Naqsel oxşama kaldı hissiyatlar. Çünkü sen kesbin akşam mesela usul çıkarsan. Dağıtkan naqsıma hissiyatından aşına oxşaş kılıp belki genç kılılgan yerler var o. Eşelerini tatıp çıkırış gerek de bunun. Doğruğandı ki bana besler taza. Ama umumyüzlük etken çağdan ait yaxşı oldu. Şundak yaxşı orladınlar. Rahmet. Rahmet Dilşatqa. 5 numaralık mayırımız kaldı. Fikrim koyup bakayım. Bu bunun ait yukarı teknik talep kılgan akşa yaxşı ettiniz. Tiks almış kaldı. Tenterek ettim. Aşağıda birincisi Xuşxuy qadrdonim bo'lib. Ikkinchi ko'plikning oxirisi dardingi dermonim bo'lib. Shundaq-ku? Shundaq. Tiks almış qolgan hisob qilmaganda qag'ayar asosiyatni yaxshi bo'ldi. Texim buni yumshoq, liriklik, yiqimli qilib etishni izning yani. Shumi? Qo'pollar qo'pas bo'lmaydi, bu naqshni aytib bir xil liriklik, larzan etadigan bir bog'ni, bir bulbulni mediladi o. Texim bunu chiroyli etishni, yana bu jihatingizni asosiyatni yaxshi bo'ldi aytdingiz. Rahmat. Ömer Ali Bekri, Hasret Yurdim namlıq naqshni aytgansiz. Bu naqshni qurashtirganmi? Raske qiling. Bu bir o'zbekning naqshi edi. Ha. Men o'zim yaxshi ko'rib,
Ben anlap melodiyasını bizden o otellik burun bir gitarçı mahirimiz bulduğu rahmetlik. Ahmetcan. Ahmetcan'ın aytkan bir naqsı bulduğun. Derizengden qarayman, ayga qarab akşamda. Şunun beşi bilen işki mısra bütünley oxşaş ke. Manaqşыңызчы. Şomu yana ahırda yana bir naqşlar ne isimiz keldi. Şon qarab yana quraştırıptı Ömer Ali. Dep oyladım. Yani lekin manaqşını hakikaten lekin meyli qandal bolsun. Muşa esrep yürüdüm. Bir muhabbet naqşısı ekan, shuni haqiqiy bir liriklik hissiyat bilan, muhabbat bilan yaxshi aytib berdingiz. Sizga omad tilayman. Rahmat. Rahmat muallim. Bahalık ustazlarning bahasıga köptün köp rahmat. Programımızın birinci basqıçıda şu sahnedagi 3 mayirimizni haftalık yulduz bo'ldi deb qarasgan tomoshabinlarimiz nada o'tadiki bir o'rinlantirib bergan bo'lsalar. Xalqaro so'tchak shirkati ta'minlagan yo'lliq markasidagi yarışımlık kostyum bilan mukofotlaymiz. Ahırda Hüsnügül Soğutçaklık Şirketi, Kuşallık Soğutçaklık Şirketi, Yolluk Halkara Soğutçaklık Şirketi, Divan Ayak Şehadisi 4. kavatga joylashgan Muxlisa Gülçilik qatorliq o'rinlarga alayda rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Şu münasebet bilan qiz riyosatchining kiyimini ta'minlagan Daliston Ipak to'qilma kiyim-kechak shirkati, shundaqla girmini qilgan Janubiy tinchlik yo'li 236-numar Ruxsor O'stin go'zallashtirish saloniga alayda rahmatimizni aytamiz. Rahmat sizlarga. Haftalik yulduzimizni Go'har Diyar So'tchaklik shirkati ta'minlagan Oltin Diyar markalik suv tozlig'uch bilan mukofotlaymiz. Yıllık çempiyonumuz ne? Diyarımız hanım kızlarının güzelliği üçün üzlüksüz izlenip kelibatkan Hüsnügül Soğutçaklık şirketi bir maşini bilen mukofotlaydi. Bizninki haftada bir yulduz basıcımızki 3 mayırımızmı özünki naqsını etip ötdi. Onda olsa Tarat Kola vekillerini bizning 3 mayırımızga bilet tashlashga taklif qilamiz. Aldı bilen bizning 3 numaralık mayırımız Şöhratga qo'lidagi 10 numarani berishni xohlaydigan Tarat Kola vekillari taxtanlarni ko'tagan bo'lsanlar. 1 10 numar mübarek olsun. Bizning 4 numaralık mayırımız Ömer Ali'ge qo'lidagi 10 numarani berishni xohlaydigan Tarat Kola vekillari taxtanlarni ko'tagan bo'lsanlar. 20 numar mübarek olsun. Bizning 5 numaralık mayırımız İslamjon akimizga qo'lidagi 10 numarani berishni xohlaydigan Tarat Kola vekillari taxtanlarni ko'tagan bo'lsanlar. 1 2 3 30 numar mübarek olsun. Tarat Kola vekillerime özünki qo'lidagi numarini berib o'tdi. Unda olsa Bu 3 nafar mahirimizden zadi kim haftalık yulduz bulup tanınalaydı. Ondan olsa naq maydanda o'tirgan tomoshabin do'stlarimiz qo'linglarga bilet tashlag'ishni ilib, o'zinglar eng yaxshi ko'rgan mahirga bilet tashlasanglar bo'ladi. Bilet tashlash başlandı. 10 9 8 7 6 5 3 2 1 Natijalar chiqib bo'ldi. Arqonlar qarab natijalarni ko'rib baxsanglar bo'ldi. Bizdan bugungi haftalik yulduzimiz Islomjon akamiz muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Unda bo'lsa, bizdan bugungi 5-numaralık mayırımız Islomjon akimizning bugungi haftalik yulduz bo'ldi deb rasqan tomoshabinimiz nada o'tadi ekan? To'g'ri paraz qilgan tomoshabinimiz Xalqaro so'tchaklik shirkati ta'minlagan yo'lliq markasidagi yarışımlık kostyum bilan mukofotlaymiz. Muborak bo'lsin. Unda bo'lsa, bizningki bal ustalarni mukofotlamoqni yetkazib berishni taklif qilamiz. Marhamat.